Bugun kechasi seni yotog'ingdan uyg'otib, otang o'ldi deyishsa nima qilasan? Alloh asrasin hukmdorim. Nima qilasan? Hukmdorim, siz davlatimizning ustunisiz. Tayanchimiz yiqiladi. Otang o'ldi, ustun yiqildi, uy cho'kdi, nima qilasan? Tayanch bo'laman hukmdorim. Davlatimizning, xalqimizning, barcha islom olamining yukini yelkamga olaman. Ustingga bostirib kelishadi, sirtlonlarni qo'yib olishadi. Axloqsizliklarini, nomussizliklarini, zolimliklarini qurolga joylab, o'q qilib senga otsalar nima qilasan? Ko'ksimni qalqon qilaman sultonim. Axloqning yigiti bo'lib, mazlumning do'sti bo'lib ko'ksimni tutaman. Sevganlaring sendan yuz o'giradi. Bolalaring ham seni tushunmaydi. Yolg'iz qolasan. Nima qilasan? Dardimni faqat Allohga aytaman hukmdorim. Buncha yukni qanday qilib ko'tarasan? Faqat Alloh nasib etsagina tashiy olaman sultonim. Barakalla.